g'am qayg'ular o'zgaradi. Ramazon bo'lsa xo'shallikning ochqichi bo'lib, buning uchun ajoyib ruhiy kuch va mislsiz jo'g'lishish bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va la udwana illa alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, Ramazon o'zgarish edir nomli programmamizning 22-chi halqasi g'am qayg'ular o'zgaradi. Ramazon bo'lsa xo'shallikning ochqichi bo'lib, buning uchun ajoyib ruhiy kuch va mislsiz jo'g'lishish bo'ladi. Ba'zi vaqtda ro'zador ussizlik, erish charchash bo'lmoqlik bilan cheksiz xursandlik, rohat va xo'shallikni his qiladi. Buning hammasi ro'zining siri. Aytilayotgan zikrni, tinch ruhni zinnatlaydi. Banda o'zining Alloh uchun bo'lgan katta vojibini ado qilayotganligini his qiladi. Shuning bilan bu tuyg'uga Qur'on tilovati, Allohni zikr qilish, Allohni ulug'lash va Allohni faklash orqali oziqlangan ma'naviy rohat, muhabbat aralashadi. Hatto ko'ngli yerim kambag'allar, dili sunuq miskinlarmi ajoyib tabassum va xursandlik cho'midi. İftar vaqti yaqinlashganda yana yangidan xursandlik yuqori ko'tarildi. Payg'ambar alayhissalom bu holatga ishorat qilib, o'zining muborak hadislarida shunday degan: "Ro'zador uchun xursand bo'ladigan ikki vaqt bor. Biri iftor qiladigan vaqti, yana biri o'zining Rabbiga uchrashgan vaqti." Chunki iftor vaqtida inson o'zininki bir kunlik yerib charchash hodiqlarining hammasini qo'yib, bir stakan suv yoki bir tal xo'mi yeyish bilan butun charchashlari yo'q bo'ladi. Ammo oxiratdagi xo'shallik bo'lsa, Rabbiga uchrashgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo bandalarningki ro'zining mukofotini o'zim birman deb ro'zadorni hisobsiz ajrlar bilan mukofotlaydi. Iftor vaqti yaqinlashganda sovuq ichimlik, issiq yemaklik, mukammal ne'mat ko'ngilning tijligi bilan Alloh taolaning o'zining ro'zisini go'zal shaklda ado qilishga yordam berganligidan xursand bo'ladi. Xursandlik yo'pirmoqlarining o'zini har tarafdan o'rab turganligini xiyol qiladi. Iftor vaqtida oldi qo'yilgan tetimliq, ishtaholiq yemakliklarning hammasini yeb bo'lgan bo'lsam deganni orzu qiladi. Lekin bu bakiroq mumkin bo'lmaydi. Bir qancha dona xurmo, bir stakan suv yoki biror parcha non bilan to'yib ketganligini his qiladi. Shuning bilan o'rnidan turib, o'zining tutgan ro'zasidan, qilgan iftorligidan va Alloh taolaning o'ziga ato qilgan mukammal ne'matidan hayron qoladi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolarni aytadi. Alloh taolaning har kuni, har soatda o'ziga ato qilib turgan cheksiz ne'mati va katta iltifotiga rahmat, tashakkur aytadi. Bu dunyoning e'tiborsiz narsa ekanligi, buning ilojining bir yutum suv yoki bir tal xurmo bo'lganligi to'g'risida tafakkur qiladi. Shuning bilan o'zidan men nima uchun doim ro'za tutmayman? Ro'za tutish qiyin emas ekan-ku deb savol qiladi. Bu to'g'rida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: agar Allohning nazarida dunyo pashining qanatiga barobar keladigan bo'lsa-edi, Alloh subhanahu va taolo kafirni dunyoda bir yutum suv bilan sug'armaydi. Alloh taoladan bizni nima bak yiroqlashtiryapti? Biz Allohni yod etish va uningga go'zal shaklda ibodat qilishdan nima uchun bak g'ofil qoldik? Buning hammasini o'ylanganda insonda orzu umidlar yangilanadi. Ilgirki g'am qayg'ular, dard alamlar bir-biriga o'lishib kelgan baloyi afat, musibatlar yo'q bo'ladi. Yuqorida bayon qilingan g'am, qayg'u, dard, alam va baloyi ofatlarning hammasini ro'zining lazzati bitchit qilib yo'q qiladi. Allohni yod qilish, taat ibodatlarni qilish va iftorda duo, taravih namozida musulmonlar bilan jo'g'lashishning lazzatida insonning ruhi yangilanadi. Go'yoki u kishi Ramazon rohat, saodat iyi, charchash va ussizlik iyi emas. Men har kunda xursand bo'laman, har soatda baxtli bo'laman. Bugundan boshlab g'am qayg'u yo'q, bearam bo'lish yo'q. Bu nurli kechalardan keyin dard xafilik yo'q. Alloh taolaga menga ato qilgan roza, kechida qiyomda turish va
iftardan iborat ne'matlarga hamdlar bo'lsin degan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarning qalblarimizni g'ofillikdan yiroq qilgay, hammalarni bu muborak oxirgi Ramazonning 10 kunlarida kechalarni bidor o'tkazishga Alloh subhanahu va taologa yalvorib, o'zimizning ojiz, bichora, chorasiz bir millat ekanligimizni izhor qilib, Alloh subhanahu va taolodan har vaqt kuch-quvvat, g'albi nusrat ato qilishni, bizlarni oxirgi hayotimizgacha bo'lsa-mu Alloh yo'lida vatanimizni ozod qilish uchun harakat qilishga muyassar qilishni so'raymiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.